Ha, keyingisi. Sen o'quvchimi? Ya, men Yasinjon. Ha, Yasinjon. Qanday qulog'nikini beramsan ya, uyanga olib ketamsan? Bunimi? Buni olib kirib, shu sizga bering degan. Ha, olib kelganda bo'lsa, ko'y. 23 yosh. Yaqinda bitirgan maktabni. Ha, bu yil bitirsiz maktabni shundaymi? Ha, bizim maktabimdamisiz? Texi bitmedi o maktab. Bu yanıq yeni bitti bina selirdi. Hey, kalvaninki. O'qishini bitirdingmi deb bitma. Maktabning qurilishi bitdimi demedim. Sizmi? Hammasi aşında ba, bilib turib sorma. Ha, ma'qula. Toza bir kallasan, das qilmadim beskiydimi? Unda bo'lsa, men gitmi quloq sol, ha? Ha, nima bir dasqanning kepini qilib qoldingizmi? Ha, ishlim. Ha, birinchi talab. Men bir mazmunni aytman. Sen mushu tugigicha kulmay tura olsang, imtihonni o'tsa. Ha, kulmayli tursam bo'lamdi. Men texi artisini qilib yug'ashni qilib qaqshay desam, ha, bo'libdi, ma'qul. Hey, to'la so'zlab gapmagin ha. Men imtihon boshlandi demisa? Ma'qul. 2024 yili 3-oyning 2-kuni Van xonimning ishda yo'qolib ketgan. Bu ishning 9ta tangidak yada chetishib ketgan bo'lib, Van xonimning qo'shnisi 3-oyning 8-kuni uydan bir ko'cha yiroqlikdagi Do'qmishda bir to'p lalmish bilan birga ko'rgan. Van xonim bu ishlarni bilgandan keyin munosabatlik ermak hayvonlarni boshqarish o'rniga inkas qilgan. Biroq Van xonimning ermak ishdi lalmishlar bilan uzoq turib ketgachga, g'aljirlashib lalmishlarning xosligini elib, lalmalar jamgaz kirib qolgan. G'aljirlashib Van xonimni tunmas bo'lib ketgan. Buni uqqan Van xonim lalmishlarga nafratlangan. Lekin lalmishlar nima guna? Ya Van xonimning ishdan ular eqash kelgan tursa. Hey, talab miyada kulmay turish, hey. Ya sen oxirgi kulib chiqding ha? Okey? Sen artsulamdaksa. Keyingisi. Artis ustam. Unda demisiniz olibdi. Bir fursat yurgan biri. Mening artistlik yerimni bor, siz bilmayapsiz, ustam. Ha? Unda yanchiqma chapandan bayar bitta epasam beray. Yig'lama, okey? Men fursat beray. Ha, mo eng oxirgi qator fursat emisa? Ma'qul. Men qat'i unutib qolmaymish fursatingizni. Unda bo'lsa, talab. Sana bir voqeani aytma. Shuningga qattiq g'azablansa. G'azablanma? Ochig'ini ekanman-ku. Ha, bo'ldi-ku. Mo'sanki. Bir kuni birisi yugurib kelib, pattinga ko'p balg'amdan birini tukuribdi. G'azablanma. Pattin tukuribdi. Texmbek. Ha, yeni bekrak. Hüküme, bana çıkta. To'xtab tura. Mo Erdem bag'ninki mayliq va qurg'oq to'q qo'rim tetqusi. Moni mangash ma yandiki e'lon tashviqot ishxonasiga olib chiqib. Ha. Ma'qul. Mo 2 xil tetquqo, Erdem bag'ninki 25 yillik tapanji tetqusi. Xerdalning setib olgani tetquda emas, bir qatimliq jam bo'lish shotliqi. Mon deb qo'y. Hozirli ish qurib ketganni. Intamida o'tab qolsam ish yo'q ekan. Niki? Qanday qiladinglar?